Umuman un aralashtirmasdan past kaloriyali mazasi og'zingizda qoladigan, eng asosiysi 15 daqiqada tayyor bo'ladigan mazali ovsyanli pechenyelar tayyorlaymiz. Sovuq kunlarda kechki ovqatdan so'ng issiqqina choy bilan maza qilib yeb olsa bo'ladi. Assalomu alaykum. Bismillah deb ishimizni ovsyanni blenderda maydalab olishdan boshlaymiz. Yoki ovsyanni undan foydalansangiz ham bo'ladi. 250 gram maydalangan ovsyanni ustiga 2 gram koritsa va 7 gram razirxitsel solib aralashtirib qo'yamiz. Alohida idishga 1 dona tuxum, 1 chimdim tuz va 70 gram shakar solib, shakar ozgina erishib boshlaguncha aralashtiramiz. Ustidan tayyorlab qo'ygan ovsyanni unimizni solib aralashtiramiz va 100 gram xona haroratida eritilgan saryog'ni ham solib xamir qorib olamiz. Xamirimiz tayyor bo'lgandan so'ng gaz listiga pergament qog'oz solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek pechenyelar yasashni boshlaymiz. Eng oxirida qo'limizni ozgina namlab olib, pechenyelarni ustidan shunaqa bosib chiqamiz. 180 gradus qizigan gaz pechida 15-20 daqiqa pishirib olamiz. Ko'zingizni ayratsin, ishtahang'izni o'ynatsin.